Assalomu alaykum akalar. Men jo'jani krasavchiki bo'ladi. Joni inson gaz bilan belni ko'rib qo'yinglar. Yog'li parlar oyoqlari. Bola jo'ja 4,5 kiloda joni inson. Pastga qo'yib yuborurda bitta. Orqadagi qarab turib yopishib qolmasin orqada. O jo'ja bo'ladi akalar. Buni akalari ham Qirg'iziston, Qozog'istonni qoyillatib yuboryapti. Mana. Xohlasalar shunday gaplashaylik, yengilroq bo'ladi. Bilasizlar, urushtirsam joni inson bo'lgurlar summa bo'lib ketyapti. Summa. O'zi jo'ja aytib turibdi-yu, nima ekanligi. Joni inson bo'lsin. Hay, krasavchik. Hay, mujik. Oyog'ini uchida yuribdi joni inson bo'lsin. Alaykum akalar, bu karisam joni inson bo'lgur. 4 kilo 500, 4 kilo 600 qo'yib yuboring pastga. Tayyor mana. Joni inson bo'lsin. Mujik. Srazi solinadigan. Uchib ketaman deyapti janavor. Krasavchik. O'g'il bola. Mujik. Geroy. Tayyor mujik. Stokani ko'ryapsizlarmi turuvdi? O'g'il bola. Lekin akalar, kecha Toshkentga sotilgan oqdum qanotlarida oqi bor jo'ja bor-ku pilotka. O'shani radnoy hamtanasi 4 kilo 900 ligi mana mash. Joni inson bo'ladi. Mana. Mas'uli yotibdi krasavchik. Joningiz inson bo'lsin. Uni ko'rdilaringni ish ko'rsatib yubordi. Bitta chiqarganda 30 ta urdi. Oqdumlarni mana Qirg'izistonlikda bratishkam ham so'rayotdi. Mana jo'ja. Chorniy pantera, krasavchiklar. Hamma yo'q quyma jo'jalar. Mujiklar. Krasavchik. Janavorlar, ham tanalaman. Bir Canavar turuşundan. Bu ham tayyormi? Yo'q, bu bolaga. Bolagami bu? Chunki reklama qilish kerak. Canavar turuşuna qarang buni. Kilosi qancha buni? Bak, urushib qolmasin. Boshqa takka tixoran bitadi.